Salom hammaga do'stlar. Sizlar bilan Farruh Minecraft va biz bugun tentlarni har xil tentlarni portlatamiz. Va qana ketdik. Xullas do'stlar, biz boshladik tentlarni portlatishni va bizning tentlarimizni bu yerga qo'yib qo'ydim va birinchi tentimiz 2x tenti. Buni yasash kerak. Boshqalarni yasamaymiz va biz hozir buni craft qila olamiz. Bunda bunaqa bu faqat bitta tenta qo'yilar ekan. Sal adashib ketdim. Mana do'stlar, bu bizning oddiy tentamiz. Buni bu tarafroqqa portlatmasa hozir o'chirib Qochdi. Zombilar qilich edi. Yo'q. Qoch, nimaga o'tiradi bu? Qishloqning uyiga kira olmasak bo'lmaydi. Men o'ylamoqmanki, bir yotoqga bor qilich olishni o'ylamoqman. Buni yoqib kelinglar, hammasini tartib boramiz. Bu tarafroqqa ketamiz. Shu yerda ham zombilar. Ular ham chiqib kelyapti. Spam qila olamiz. Netherite. Men o'ylamabman-da qilich olishni bolalar. Va endi biz ikkinchi tentani ham portlatishga tayyormiz. Va biz bu tentani mana bunaqa qilib yasar ekanmiz. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa, nima x tenti? 5x tenti. Va biz buni bu yerga emas, bu yerga portlatamiz. Mana. What the heck? Olma kattaroq portlashi mumkin. Juda ham katta zarba berdi.
Meni ham ko'p ketkazdi. Hali ham nezarik keyin olibman. Is right degan. Va biz let's go 3-taymda. Bu qanaqa qilib yasalardi? Ko'rib olamiz. Faqat 8 taymda va bitta qo'riq. Hop, bu yoqqa, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Bu bitta o'zi ekan. Mana uni bu yoqqa qo'yamiz. Mana 10x taymda. Menimcha menda bitta zo'r g'oya bor. Azizlar, buni tepadan tushirib yuboramiz. Buni yo'qotib turish kerak. Ana endi 10x tentini qo'yamiz. Ketmasa bo'ldi demoqchi edim. Nima bu? Biz o'lib ketmadik desam, o'lib ketibmiz. Bolalar, uzoqroq turish kerak ekan. Va bizning tentimiz qancha joyni portlatibdi, qani ko'ramiz. Va wow, 10x tentaga shuning uchun ham uzoqroq turish kerak ekan. Va biz endi 4-tentani olamiz. 20x tenta. Buni uchun buni o'ziga qo'yib olamiz. Buni endi bu qanday yasaladi? Buni o'rtasiga faqat qo'riq emas, nima o'rtasiga bitta ametist. Bunaqa. Hozir yasab tashlaymiz. Va 20x tenta yasaldi. Kelinglar, shu iltimos kanalga obuna bo'linglar va videoga like bosinglar. Va men bu tentani portlataman. YouTube sizni sinayapti va 3 soniyada odamlar obuna bo'lishni uddalay olmayapti deyapti YouTube. Va qani siz buni rekordini yangilay olasizmi? Va qani ketdik. 1 2 3 obuna bo'ling. Obuna bo'ldingizmi? Obuna bo'lganlarga rahmat. Hozir o'lib ketamiz. Nima? What the hell? Uzoqroq turman. Buni qaranglar do'stlar. Ana. Buni endi tepasiga chiqish kerak. Endi biz boshqa tentlarni ham portlatishga o'tamiz. Nimaga? Xullas do'stlar, biz 4 va 5 va 6 tentlarni portlatishga tayyormiz va biz 5-tentdan do'stim bilan qaror qilgandik. Do'stim ham o'zini reytingini berib boradi. Tentlar uchun 1 dan 10 gacha va men ham beraman. Va men 4 va 5 va 6 tentlar o'z bir-biriga bog'liq deb o'ylagandim. Chunki bu suv tentasi bo'lsa, bu pishloq tentasi gubka bo'lib, buni suvni yo'q qiladi va men buni qanday portlatishni tushundim. Va qani ketdik do'stlar. Bu faqat suv qiladi menimcha. Va shunday ham bo'ldi.
Endi ichiga Sardor bunga sen necha ball qo'yasan? 10 dan 5 ball qo'ydim. Va ham portlatamiz. Mana do'stlar, bizning tentlarimiz bir-biriga mosligini shu yerdan ham bilsa bo'ladi. Sardor sponge tentiga qancha berasan? Undan 4 ball. Yaxshi, bu ham yaxshi ball. Va biz 7-tentiga roket tortdi. Men shu tepaga uchib portlasa kerak. Buni tepaga uchib portlashi mumkin, to'g'rimi Sardor? Menimcha ham shunday. Va biz mana tepaga ketdi. Raketa. Top. Yo'q hech balo. Sardor bunga necha birdan ungacha necha ball qo'yasan? 1 ball. Men ham 2 ball qo'yaman bunga. Chunki bu tepada portlar ekan. Shunchaki bu isrof bo'lishi mumkin tentlar uchun. Va bu yerga kerak narsalarni ham qo'yib qo'yamiz. Va endi tornado tentasini portlatamiz do'stlar. Qani bu qanaqa portlar ekan va biz buni ham baholaymiz. Menimcha sal nariroqqa qo'yishim kerak, chunki bizning TNT joylarimizni ham portlatib yuborishi mumkin va TNTni portlata olmaymiz. Xullas, mendan katta ekan bu, juda ham katta ekan. Qani ketdik. Nima? Nima bo'lyapti? Pastidan ekan. Endi tushundim. Qoch. Nima bu? Bo'lmasa hamma joyni dabdala qilardi. Fillar oxirgi tentini qishloqning o'rtasiga portlatamiz va bu tenta menga juda yoqdi va men bu tentaga 9 ball bermoqchiman. 10 dan 6 ball berdim men bunga. Qaysi edi? Tornado tentasi. Mana shu oldinga chiqqan. Bu ham yaxshi tenta ekan. Menimcha portlashdan kelgan. Magnit tenta bitta olaveraylik. Hozir do'stlar. Xullas do'stlar, mana va magnit tentasi va buni biz portlatamiz va ketdik. Qani bo'lgan? Nima? U menimcha o'ziga moblarni tortib oladi. Voy. Va ular bittada portlab ketadi. Ulgura olmaydi. Qani bundan ham bitta olamiz. Supernova tentasi ekan. Ketdik. Buni bu tarafroqqa portlatamiz. Mana qancha. Nima bu? Ikkita jonim qoldi. Sen bunga Sardor nechidan necha ball berasan? Do'stlar, buni qaranglar. Bunday katta joyni portlatib yubordi. Sardor necha berasan? 7. Men bunga 8 beraman, chunki zombilarni bittada portlatib olsa bo'ladi, lekin o'zing ham portlab ketishing mumkin qochmasang. Va biz endi
Do'stlar, buni portladik. Buni qanday endi bu? Men tushunmadim. Bitta olamiz. Menga bu qazib ketadi. Mining endi deyapti. Shu yerga qo'yaveraylik. Qazib ketishi mumkin. Portlamasa kerak. Nima bo'ldi? Nimaga? Oh my god. Nima bu endi? Do'stlar, endi keyingi tentaga ma'lumot beramiz. Xullas do'stlar, va biz nima? Kaktus ekan. Supernovani topdik, supernova portlatdik. Drillni ham portlatdik. Sardor, sen unga necha ball qo'yding drillga? 8. Portlatamiz endi. Men bu tentaga 5 qo'ydim, chunki kompyuter qotib qolishi mumkin, lekin kompyuter qotib qolgan payt kompyutermi yoki bir telefonmi qotib qolishi mumkin, ko'rmay qolishi mumkin. O'sha payt tushib ketib o'lib qolishi mumkin. Survival ayniqsa hardcore bo'layotgan payti. Qani nima tushigan? Meteor tenti debdi. Meteorit tushishi ehtimoli bor. Qarashdi. Sardor, sen bugun necha bo'lding? Men bunga 8 berdim, chunki qiyin vaziyatga tushib qolgan payti bemalol o'zi qochib qolishi mumkin. Zombilar sal asrab yuradi personajlardan va shuning uchun albatta shuning uchun bemalol moblarni yo'qib ketishi mumkin. Gravitatsiya tenti, gravity tenti deb yozilgan ekan. Endi buni qayerga portlatsak ekan? Shu yerga portlataveramiz. Va ketdik. Oldida turamiz. Gravitatsiyamizga Sardor, nimaga aytdim? Sen bunga nechadan necha berding? 5, undan 2 ball berdim. Men bunga 1 ball berdim. 1 ball ham ko'plik qiladi, chunki bilmasdan turib uzr bo'lib, bilmasdan turib oldiga turib o'lib ketishi mumkin, ayniqsa hardcore rejimda. Va keyingi qudratli tentlardan biriga o'tamiz. Bu tuxumli tenti. Va endi hozir mana shu old o'chayotganlar tuxummi endi? Nima endi buni qayerga portlasak ekan? Hamma dab-dala bo'libdi. Shu yerga portlataveramiz. Qani birdan 4 ta portlatamiz. Ulgurarmikanmi? Qoch. Nima? Bloklar yurib ketdi. Hali ham portlayaptimi? Senga bunda necha ball? 5 dan 1 ball berdim, chunki 4 ta qo'ydik. 5 dan 10dan 1 ball. 4 ta tentida ham uncha kuchli portlatolmadi, shuning uchun 10dan 1 ball. Yaxshi ball men uchun 10dan 5. Chunki bir tentani qo'yib ketsa, orqangizdan kelayotgan moblar bittada yo'qib ketadi. Ayniqsa tuxumlar bilan ham. Buni bitta olaylik. Aha, bo'ldi. Qayerga
nimaga portlatamiz? Templarga portlatamiz ketdi. Destroyer tent. Oh. Oxirgisini mayli temple ichiga portlatamiz. Va buni endi mana shu tepalikka portlatamiz. Yettili bolasi, qoch sen bu yerda nima qilyapsan? Hozir qo'yading, hammasini bo'ladi. Yoki orqaga. What the hell? Nima bu? Bolalar, do'stlar, meni 8 ta keladi. 8 ta keladi. Bu men uchun juda ham katta va portlash juda ham zo'r bo'lsa kerak. Endi buni portlatishga urinib ko'ramiz. Ha, portlaydi. Pastdan ekan. Oh. Hozirdan chiqdi. Qoch. Oh, Minecraft qopdi. Nima bu? Har ehtimolga qarshi olmay olamiz. Nima bo'ldi? Minecraft juda ham qotyapti. Juda ham kuchli tent ekan. Chunki kattaligidan ham bilsa bo'ladi. Nima? Endi tepaga chiqish kerak. Nima bo'ldi? Nima bo'lgan? O'zim ham payqamay qoldim. Qum bilan tepaga chiqamiz. Keyin tepaga chiqsa bo'ladi. Mana endi qaraymiz. Butun bir tepalikni bittada yo'q qilib yubordi-ya. Bitta tentaga chiday olmadi tepalik. Va endi qaytib boramiz oldindan mana ketishga. Tezroq borishga iloji yo'q, chunki Minecraft qotyapti. Endi yaxshi ishlab ketdi desa ham bo'ladi. Bu yoqda edi. Bu tentaga sen necha 18 bor. Men bunga 10 dan 7 beraman. Chunki bu ham yaxshi tenta, lekin sizning bir qurilmangiz qotib qolishi mumkin, lekin buni bu yerga portlatmaymiz. Buni nariroqqa portlatamiz. Chunki bu juda ham katta ko'rinyapti va qo'limda ham katta ko'rinyapti. Birani ham bor, bunga bardosh bera olmayman. Xullas do'stlar, kimdir telefon qilib qoldi. Uzr do'stlar, buning uchun avgustimda o'tkazib yuboramiz va keyingi tentlarni portlataman. Qaysiga kelgandik? Clusterni portlatdik. Charge tent. Buni qo'yamiz. Ana endi biz buni bu tarafga portlatsak, uzr bo'lar, yaxshi bo'ladi. Menda zo'r g'oya bor. Kattagina ekan. Va qani ketamiz. Men o'ldim. Ham yashin urdi, ham tushib ketib jon ko'p ketdi. Hozir do'stim o'rniga ukam bilan baholaymiz va bu
Shunday joyni portlatibdi. Shohruh, sen necha ball berasan? Ukamning ismi Shohruh. Men bunda 10 dan 8 beraman. Yaxshi ball. Men bunga 10 dan 7 beraman. Chunki bu anchagina joyni portlata oladi va ham yashin chaqtirdi. Bu bilan ko'p moblarni o'ldirsa bo'ladi. Men qanday chiqaman endi? Bunda zo'r g'oya bor bolalar. Like bosinglar, shuncha tantni portlataman deb qo'yaman. Oo! Minecraft qotib qoldi. Minecraft emas bu, men telefonim qotib qoldi, o'ldik. Nima endi buni portlatish kerak. Yonayotgan tenta. Ana endi buni portlatamiz. Oh, what the hell? Pasta portlatamiz. Ketdi bolalar. O'lib ketaman degan umiddaman. Bo'lmadim. Yonayotgan tentani portlatamiz. Ana endi g'otir deyaptimi? Wow, kattagina joyni portlatib yubordi. Shohruh bo'lsa 10 dan 5 beraman. Yaxshi baho. Men bunga 10 dan 3 beraman, chunki o'zlaringni ham portlatib, kim o'ynayotgan bo'lsa, mana shu tentini portlatib yuborishi mumkin. Xullas buni portlatdik. Endi oxirgi tentga kerakli narsalarni qo'yib turamiz. Bu kerak emas. Bu ham hozircha kerak emas. Ana endi ketdik. Black hole tenti. Qora tuynuk tentasi ekan. Qora hole tuynuk. Teshik desa ham bo'ladi. Qora tuynuk tentasi nima qiladi? Menimcha biz buni templening ichiga portlatishimiz kerak. Bu yerdan tushmaymiz. Bu yerdan shans qo'l bilan sindirish kerak bo'lyapti. Buni mana qo'yamiz. Juda ham qudratli tuyulyapman. Shundan tezroq chiqib ketishga harakat qilaman. Chiqib ketmasam ham bo'ladi. Nima bo'ldi? Shunchaki yo'qib ketdi. Shunchaki yo'qib ketmadi. Shunchaki portlab, o'ziga tortib o'ldirib ketdi. Qachonki qora tuynuklar ichiga tushganda ham odam gravitatsiya juda kuchli bo'ladi va cho'ziladi. Va siz juda ham tez ketyapman deb o'ylaysiz, tushib ketyapman deb o'ylaysiz, lekin juda ham asta ketayotgan bo'lasiz. Yana bir portlatamiz. Kelinglar, mana shuni 3 ta portlatamiz. Hop, mana 4 ta. Bizga ketdi. Bu endi har qishloqni ichiga portlatamiz. Qishloqning o'rtasiga hamma moblarni va villagerlarni yo'q qilib yuborishi mumkin.
Bu yerda juda ham ko'p izlar bor va villagerlar tayyordiringlar. Bizdan juda ham katta ekan. Va ana endi ana endi bularni hammasini tortib chiqish kerak. Ey! O'laman. Hech qisi yo'q. Bolalar juda ham zo'r portladi. Endi biz respawn bo'lib olamiz. Ukam bu sen uchun qanday ball qo'yish arziydi? 10 dan 10 beraman. Men qochib qutulsa bo'ladi-yu bu TNTdan yoki qora tuynukdan, lekin qochib qololmasligingiz ham mumkin va resurslaringiz ham yo'q bo'lib ketadi. Men bunga 10 dan 5 beraman. Shu yaxshi ball menimcha. Xullas do'stlar, sizlar bilan Minecraft Gaming kanali va kanalga obuna bo'lish esingizlardan chiqmasin. Like bosinglar, komment yozinglar. Qaysi TNT sizlarga yoqdi va qaysi TNT yoqqan bo'lsa kommentga yozib ketinglar do'stlar. Va sizlar bilan Minecraft Gaming kanali bo'ldi. Xayr do'stlar.